Küldür küldür sahnesi, xuşallık sahnesi. Küldür küldür sahnesi, şadlık sahnesi. Küldür küldür sahnesi, barcha kült xurishlarni o'ziga mujassamlagan eng cho'ng komediya sahnasi. Salam küldürishni baxt deb bilgan muhtaram ustozlar. Salam naq maydondagi korxonchilar. Salam ekran oldidagi kulkiga tashna baxt egalari. Salam programmamizga yiroq yaqindan kelgan cho'lponlar, mahirlar, riyosatchi ramiylardan hammalarga teg'ishli salam, Didor Hanimat. Küldür küldür, elni küldürer. Qizg'in alqishlarimiz bilan biz teatr klubidagi yosh aktyorlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. On top. Aşağı. Ma'qul. Ajab odim, voy. Oyaqda turing. Ma'qul. Mana bayatnoq tushgan rasmni. Talg'ach mana. Ma'qul. Mana men emalay. Ma'qul. Usta boshlig'imiz bo'ldi. Bo'ldi. Usta? Ma akam bilan achamning rasmi tatib bo'ldim. Mana jonliq o'ta. Manda qaranglar. Bizning ma shogirdning yomon qo'li chapgan. Aptik yomon chiroyli tatidi, lekin sal jiqkab qo'ydi. Zeriktirib qo'ygan ish yo'q-da. Oy, yo'q, ustam zeriktirib qo'ymadi. Bu balcha jiqkab qilgani bilan shunda qiziq kep qildi ekan. Aba yoqishmish rasm tushkicha sal nerva mo'rlab qolganki, mushbal qiziq gaplarni qilib kuldirib meni uchaylarimni uzib qo'yay dedi. Be qiziq gapib kulib ketdingiz sizga yarg'an bo'ldi. Yaxshi tatqanlan bo'lsang bo'ldi, xeridan raz qilish kerak. Qani ko'rgash. Voy. Koni xirida. Xush kelibsiz ukam. Qanday salomat obdan tudingizmi? Nima ekan? Ojirish hidi deydi, bu ojirish nima tatandi? Abla, jinim ukam, biz menda to'y to'kun, yig'ilish, o'ltirish, qo'posh, taqilish deganda ish qilibmiz. Apparatning ekrani ichiga patidigan pulni yaxshilam deyishsak, haqanligini tatitimiz. Qanday ukam? Nima ekan? Ojirish. Kim ojirishibdi? Men ajrashdim men. Muborak bo'lsin. Ey! Ikkingi pulli o's bulamda. Ha? Hey! Men ajrashib nima qilmoqchi ishimdan? Ha? Ya avaylab gap qiling, ukam bu tushunmadiq-ku, bu kirakirma nima bo'ldi? Shunda ham aka buning ustida men jinjino tamg'isi ekan, ya bizning tamg'imiz yo'q-ku. Jinim ukam, ma dunyo nim bilan go'zal. Pul bilan. Azma. Esanda mangu to'sun. Ma dunyo chufkam, mehr muhabbat bilan go'zal. Shundami deb turaylar. Hey. To'g'ri. Ma ikkingi to'y tatsam nima tatishding? To'y tatdi. Yirika mashqini urib tip-tip dukunon mashqni ajrashtirib qilmadim. Ya, qada bizni ajrashtirib bir planlarga bordi. Hey. Ma dunyo nim bilan go'zal? Bir muhabbet bilan. Jon qo'ydi. Hey, to'qpoq go'yla. Ma to'yimga nim kirishtirishding? Hey, oy bularga kirishtirishdimi obdan qilolmaydi deb qo'ying. Bu yerda cho'qim bir cho'ng bir masala bor. Shu. Qarang, siz menda xopib ketmay, bu da qo'g'lab ketmay, oldirmay, hayajonlanmay, asta disiniz mashlarni, mana bizning bo'lganki tang hal qilmamdi. Hal qilaylik. En tunumsiz. O'tiring. Siz o'tiring. Uy qarang adaysiz. Oymuş toydimni malağı berdim, tatınla dep qarang. Voy tatdi qarang, pulni berdim adaysiz. Lekin nima tatdi bilmayman qarang. Mush ayolim bilan kunda jidaldan shu bir oyning yoqi. Oxir ajrashib ketdik. Men qayg'urmay kim qayg'ursin? Ko'nglingiz yerim qilmanga. Men yig'lamay kim yig'ilsin? Adaysiz. Oy, ko'nglingiz yerim qilmanga. Men do'kon qog'oz yo'qmi? Ya men dangi qog'oz ekan.
meni xotinimki. Voy, kim sendan xotin talashdi? Maga. Avaqchi ketga. Ey to'qpoqlar. Men to'yimni to'liq tatqanmi ya? Voy. Gaqla. Voy shu to'liq tatdiq ya. To'y kuni aytdiga restoran va dem shu kun kechki to'yni tatib, undan keyin taxay o'yingiz kelib yo'g'on dasqib, so'yilib, suning ichida tangisilib, tangining ichiga beshon silib. Voy gapni gach o'zida adash. Nim bo'libdi jenim ukam, to'yingiz bir odamni chiqib qolgan ishvan. Deymanda. Voy, chiqib qolgan bo's mayldi. Voy, o mening to'yimni nimancholar to'lmaydigan jiqqadam o. Voy aka, tunji to'yingiz o'xshaydi, sizlar jiddiylasib qolibsiz. Ham to'y degani menda, masalan, akam bilan achamni epaysak, akamning jimi urug' tuqqan do'stlarning hammani men achamning tanishini atayin. Men achamning jimi urug' tuqqan do'stlarning hammani akamning tanishini atayin. Unda qo'sh qochqardim, men ya to'ylabdi deb kiribman, tamoq yeb chiqdi qo'sh. Bu degan to'yning yarışı qira bu. Ahmedida bu. Ha. Ma'qul. Bu mening savallikimga. Ma'qul. Hey, unda bo'lsa, to'ydagi qarsam, to'yimga kelgan odam 500 ga. Debdagi yozg'izg'ini 200 ga. Shu odam debdagi yozg'izmabdi. Ular ne ketdi? Bu bayatımır nemi cidal gitsem muş cidalma canım fukam. Ma bez qaran şeşançı dana fukam. Toyunuzu kim gelse şunu tatlı sizin qulunuzga berimiz. O haq pul qo'yamdi, qo'ymamdi bizning misqalchilik alaqasi yo'q. Uning siz mandaligi chash pakiz qulaq kir deb berib jumay. Haqning to'yib bir yaqma ancha-muncha unda haqning to'yib bag'allarda canım fukam. Hada haqning to'yib pul qo'yib. Shu haqmi sizniki qo'ysin. Shu odamdan pul olim deb qolsa, uning mamali bor. Masalan, Aş adamlarlık çırağı şaşan çıktı demez mi? Öy gizlep bir basım oldu. To'g'ri. Ma'qul. Men haqning to'yib pul qo'ymagan xatolik mendiki. Bo'pti, bu xatolik mendiki. Hey. Unda bo'lsa, mening to'yimni chiman bog' restoranda to'y qilsam, nima ishqa shoshan chimantaning viski chiqib qoldi. Voy, bo'g'azashda chiqilmagina hocam. Qiziq o'tdi. Shabab ayol kishilar maqamga tuturgan fikam, men maslni hal qilmayotganda menda qarang fikam. Men endi sizning to'yingiz ash restoranni bizavatga ishlar to'g'ri qolgan bo'lsa, tog'ning chekida baqqa qo'yib bo'g'ich arliqda to'yingiz bo'lib ketib qolgan bo'lsa, shunda olmishib qolgan bir ishlar o'xshaydi. Talay. Talay. Voy ya. Shu kuni men akamning og'illari bilan restoranga opadi. Men shu restorandagi to'yni tatdim. O chekda ustiga chiqqanimda ya asig chiqib qolamda, uning bilan gira munosabatim yo'q. Restoranning jangshosi mening to'yimga to'g'ri kelib qopti. Bo'pti. Og'illarni xato qilib qo'ygan bo'pti. Ma'qul. Hey, mening to'yimda restoranning sahnasida mando tomoqlarni kiyib, miyakacha pima o'taklarni kiyib, nork palto, juglarni kiyib. Ularni aqli kimlar bu? Mimar. Mimar. Voy, rahmat. Azbayda. Hey! Men yozda to'y qilsam, ular nima qish kiyim kiyib keldi to'yimga? Manda gap endi navadi sizning shu ziroqlikqa tog'liq rayonlarda o'tqanda do'st birodarlaringiz bo'lib qolgan bo'lsa jenim ukam, to'y-to'ykangamdan o'zining yarishimliq chiroyli kiyimlardan shu pima, o'tik, tomoq degandeklarni kiyib kelgan chig'i bor. Uning ustiga siz to'yning bag'iga yezib qo'ymabsiz, endi to'yga kim nim bilan keldi biz uqmaymizdan ha. Bijinilik ekan, shuning bilan tomoqlik ekan, shuni taqib sizga beramiz emasmi uni? Hey, men to'yni sen tutqancha? Sen tutqancha? Jenim. Nima yo'q? Ya men tatgan. Ya. Ya jenim fikam, aqbaq fikam ma tantarbiya mayda. Mutvalına. Şimdi balına. Ma balında. Ma to'xpoq go'yla. Amino to'y deyimga. Tunmaydan hamma deyni kirishtirib qo'yibdi-ku. Uy, men faqat chidab o'tirib bo'lmadim-chi, men atga qismat o'tirib boshlarim og'rib ketdi, qaranglar. Yaqqasin shoshangchimi? Voy, nima degan yeyu bir nimalar bu? Voy. Endi ko'rinishlarga almishib qolganlar bo'p turibdi. Bir ko'p tursa? Shu. Shu. Voy ya unda ma akam. Nima ya gapni gach uza aday keshlab. İlaçlab akam. O aka o to'y qiz shu ayolingiz shuda shu. Maguyni? Hey! Ayolimni molashtirib berayotganmi? Unda jurkimiz qidi.
to'xtag'in ha. To'ydagi chiqqan u ayolim. Ayolimning qishida o'ltirgan kim u? Qo'ldosh. Rahmat. Ben 30 yıldır bir kata toyqıp sen qo'ldishini bilmaydim. Ya manda gap ukam men to'y to'kin. Qanday gap? Voy ukam nimda? Men masalan nal qilamsa Voy qilamsa. al qavatime to'xtab turing jinim ukam men to'yingizda menda siz bir qadak su qashdog'imda bir joz aylanib ketib qolgan bo'lsangiz, ayolingizning menda do'stining yo'ldishi kelib rasm uchayotgan chiqib qolgan bo'lsa, men uxmay kirishtirib qoldim. O'ngshab berlar bo'ldi. Amdeliqa Çerren deydi Vay ma şapalak qilib bir qo'yim bakaga men ishni o'ngshayman. Men masalan nal qilshamsa qilishmasa. Vay hal qilla. Men masalan nal qilmaydigan bo'lsa ishdan bir tek qilmay qo'yla. Voy mayoq o'tadi kimni tortmaydi masligim. Ya hal qilib pasaklan bo'ladi. Qilmamsin davasa. Ya ukam vaqamay turing men xerida ba nimda qilasiz deyman. Va aka 3000 koy pulni beribman yo'l o'sitlar bu aka. 3000 koyni qaytirib berlar ukam bo'ldi. Shu 3000 koy bilan tugaydi. Men bu aka men joningizdan biraman. Qanday ukam men 3000 koy bilan tugimiz ma ikkimizdan bisimiz tegamdiq sizgamda. Tuzuk gap qil. Tuzuk gap qil. Ya unda Bekkanman masalan nal qilmaydigan bo'lsa, ishlarni olmanisan, naqnisni ko'zang g'ilpil ko'rsib qo'yma. Vatila. Va ukam, voy, men gapingiz eshib ketmasin deyman, men qalayman gapimman. Nimda bu? Da bu mesleğinizde hal qilib berlar bo'ldi. 7000 koy pul qolgan bo'lma bolada. Shu 7000 koyni ba'son men Susayni oldiga shu qo'yib. Man keyni mani. Voy gapni o'zi adash. Kirishtiribman ba'son. Hey. Ajrashib ketganda nima qilmay o sesqitiyingni? Ha? O sesqitiying uchun chekkangi tong. Menga dey to'lab bermadik. Xotim to'lab bersa? Canım ukam, men sizga taq baya didoq, men bizning shirkatda qarang, anglab turing, menda mulozima shaklari yo'q. Masalan, ya xotin to'lab berish, xotin qayt ep berish, o'ylab qo'yish, unda biroz tigib qo'yish deganda mulozima faqat yo'q. Hal qilib berlar. Qila. Men akala. Hal qila. Ya men hal qilla, da'vatim afkan vaqamay turing, men nimda kasalni tutqizib adamni. Ya men xeridaning oldida bizning shuarimiz vassillam degina bo'ldi. Bizdan shuar emas, pul tepish. Voy, birlik qo'ysam menimi. Bizning shuarimiz buni xeridan razı qilish, asosida pul tepish. Razı qilmamsin davasa. Ya, men razı qilmayman deylar, men razı qilsaqli bo'larmi? Balni shundami ya? Men akam qarab baqa. Men akam shayma. Shay. Men akam ba men olib achaqma seriq kostyumni bizda bormi? Yo'q. Men akam ba talat sen bilan bizda bormi? Yo'q. Men akam ba ochangdek mijaz sen bilan bizda bormi? Ya canım ukam ya ya xafaman canım ukam ya men demakchi o'g'lim qara mandalam qilla sen mush akangmda ko'rgan nimalarni his qilding men menda o'ldim agar mushakam mush salobchidan ko'chaga chiqib qolsa haqiqatda odam ochsos beradi juma mana hal ulay deb qoldi ukam sening ochang bag'i ba agi tegmagan talatizga chiqmagan qulqi yumshoq gap anglash shundaqmi qulqimda so'z yumshoqligi ig'i gap anglamaydi janam ukam men akangdek bunda changishib gapis anglamamda obda gapis anglaydi men mush akangning gapini deyishyapmizga ishingiz bitta ukam asosiyatdan men elimdan bir ojisi bor deng qarang bu yerga yetgan talatizga chiqmagan agi tegmagan o'z chiroyli qulqi yumshoq gap anglaydi qanday o'ylashdingiz voy usta bu akam o akamni qanday o'ylashidi yaqinda achang boytaq bu boytaq chetib qo'ysak shundami yo bu baxet voy tuzak voy aka sizga nima baxet sizga nima baxet shunga deydi bu akam 48 kishisa bu bolamdamda bu akamni baxtda ey ustam men chiroying 48 yosh kirganda ko'rinotamda yaxshi shunda o'tdan qorig'ina siz shunda timan qarang hamda mush inimning yo'q chiroyingga men chiroyimni 48 ga tepib ketdimi ya mening demakchi o'g'lim hamda o'zidan cho'ng ayollarni yaxshi ish bo'lmasa qilmani 48 kirgan bo'lmasini aka kalmonsdan dadvamamda acham momam demidi acham ochsi ey ochang o'lamdi momam o'lamdi voy nima chatqim ochang tek men zo'lab epaging vomiti voy olmay bunday achangni kimga bersang ba voy o'zingiz bilan achingizni ustam qilsangiz mening achamning yer va adash men ishni hal qiladi deb men ishni tugitlar apaq bo'ldi qilcha
to'y tatqizg'ul kelganman. Voy, qaramishing to'y tatqizg'ul kelgan to'g'moning nimasi deyil, qibir nimasi? Tog'am. Shu tog'isi mishan bekshi tatıydı, bek peys tatıydı da. Bizning bu vahshiy film studi emas. Voy baldiqlar, voy bu yer tatqizma degichi-chu. Au yaxshi ketinglar. Mashq to'ying tatmada ishni ajrashtirib. Vay ilaştırma gidersen. Nerede kaldı bak arkadaş. Bu diye tağa tersiye kayatırsa onu sıkılır. Yacık böyle bakatsa. Ay sizga tağınız mıyım men mıyım mu? Şunday mıyım? Onun üstüge yacing to'lab olsak nim bo'pti? Ay yacing nima go? Mashq saç kekirdigan siqib turib olamiz. Shu ilishki. Vay endi boshqa suratxonlarga berib rasm tushsak yana qo'ltiq buradigan kiyimlar kiysak bilan. Vay baldillar. Ay, men umrimda qitim qildigan bir to'yda qitim qo'ltiq buradigan kiyimlar kiyib qo'ysak nim bo'pti-ki? Hadi ko'rishdan yugurib o'tganki, ochiq piyoz purab ketdi. Bir turib qopsiz-a. Onun üstüge vaqo. Shu men deydib turgandim, daveraychu. Sizin bek mislik burmaydi ekansiz. Maslik deb qo'yay. Ma to'ymayman-da, tatqizmayman dedim, tatqizmayman. Agar ma to'ymayman tatqizgan ishingiz bo'lsa, siz aninglar, yomoning bilan to'y qilib olasiz. Men bag'o, akilga qo'lingizni. Men moning o'xshashimda bo'ybaslar egizrak, shayrek falan tepib teksam, bunim chiroyliroq bo'larmi deb o'ylab qoldim, qaranglar. Deysiz-chi. Hey! Mani ko'rib yuraklarınız ding zing qip qilayotganda o'taga yoqqa. Qanday gapi? Siz meni xotnimmi, meni xotnimmi? Hey, qanning-chi qara mening xotnim bo'lishi, yaksining xotning bo'lishi bek muhim emasligini. To'xtang aka. Hozir mahkamning sizning ya mahkamning ayoli bo'lishi muhim emas shunami? Bu yerga muhim masala mushakamning masalasi bor. Unda olsa, ustam, siz mahkamni yo'l bo'yiga chiqib tekshirish o'tdan. Men akam bilan achamning to'y rasmini tortaysam tugaytgan qo'y. Ay, o'tira bayaqa nima deydi gidatdim meni. Voy, ilashtirib ma'lum. O'tira siz bayaqa. Qanda degan. Voy, ellikta qahni qotqirish siz qada oldu, adabsizlik qiliqsiz. Hey! Nima to'y qilmayman butun xalqimizning oldida odamni adabsiz, axloqsiz deb tillab yuraysiz. Sizga tigimlar degan qo'shilojima nasib deb qo'yay. Deb bir quloqshiki bek chiqdim. Ma to'ydayni men tatqizmayman, marasini men tatqizmayman dedim, tatqizmayman. Agar misha tatqizma deyotgansiz, bo'ldi bu to'yni qilmabdiq. Men sizga bey-beyday qo'shilishaylik-mishada. Aning o'xshash qamlashgan bolalarni tepib, ana men to'yim qilaman, o'tin oyoqqa. Ya, fikam to'xtang, men tatib bo'lgan rasmni qanday qilamiz hamda bir muncha shunami ya? Qarasini. Men bola tatgan ayatsizlik ko'rgan rasmni. Voy u rasmni aka, tozi ko'rdim. Ili u yarim uchuq, ili u yarim maymoq, shunchalik chiqdim ha u rasmga. Qozonning bo'z chumuch pishib. Ay, qizlik gap qildi kelsam addingdan oshmajmi? Shurka. U rasmlaringizni qarang. Chekkingiz, tengim. Men-chi ketdim. To'y qiliniz bo'lsa, yajingni ilib oqimda chiqing. Tashkilshaylik. Nima keldi bak adash. Atadim arab pishtirgan qizlarmi? Ya, ma siz bu yoqqa. Kallingizning dadi bormi aka sizning? Fikam bu sizning sal deb jiqsma mijozingiz bormi ya? Ma bir chiroyliq ma sodini buzdingizga, bu to'yni buzdingizga mayli nima qilasiz bizning tijoratimiz buzib bu yerda? Hey, Ha. boshqa nima ish qilgan adam? Biz ma vahshiy film studiyasida qo'ygan bolalarmida loban. Ma vahshiy film studiyasi qurishdan burun nima ish qilishdan deb so'rayapman. Vodka ichdim shu. Senchi? Tag'amning yuziga to'xtatdi. Hey, qanaqa qilaman? Hey, ma ishkin. Bu vahshiy film studiyasi quramiz deb hamma ajrashtiruvchigacha, voy sen vodkani olsang, sen po'qon tasang olmamdi. Ma qarang fikam. Ma biz odamning peshonasiga umringning oxirigacha vodka po'qtat deb yozib qo'ymagan. Nima ish tijorat o'qish shuni qilamiz, pul topamiz bunda. Ya mendalik qilib fikam. Ma akamda qarsam ma to'y to'kini to'liq yaxshi buzalaydigan bola ekan-ku. Aytidan boshlab ma yana 4-5 to'y do'kini va qarang. Har bir to'yni buzib mujdokonga kirsangiz 20% tiching ishlamsiz. Shunday qilib. Voy tata qulangni. Yo'q, o'tishmayman. Vojon. Yap, Menimcha nega? sotqa. Sot nima tatamdi akamda? Voy tatimiz fikam, tatimiz necha kishilik sotdi?
3 kişilik. Bo'ldi, bir may, bir apparat, bir K yetidi ekan. Sizning demoqchi o'g'lingiz bor, bizning ustimizda az qilsa shundaymi? Ma ustimizdan az oqmay qolsa, kinishki to'liqda? To'liq. Tijoratni buzdingiz, biz ostingizdan az qilamizmi? Bas sizning ma mijozingizda xotiningiz 30 ga o'y tutgan rozi Voy bo'lar chiqishim yaxshi. Ishqonicha qonun bir talab qilsin. Niyatga odamlarga uchrab qoldimkin tong. Aytlarni so'rab boqay. Ma dunyo nim bilan go'zal. Güldür güldür elni güldürer. Xush keldinglar. Biz teatr klubidagi aktyorlarimiz Ahmadjon shu bizning Kuldir programmamizningki rejissyori bu programmamiz uchun ko'p ajrlarni singdirgan shu Kuldir programmamizning bir a'zosi. Rahmat. Baholig'ich ustozlarimizningki taklif fikrlarini bir anglab boqamdik. Men intayin bak yaxshi ko'rdim. Shaxsan menga ayt yerda endi bir ko'ngil ichish maqsadini asos qilgan etayotgan turmushda bo'layotgan bir ishlar, lekin menga bak ta'sir qilgani tiplar, obrazlarchi, obrazlarning xarakteri. Bir-biridan nihoyat ro'shan farqli, xeyli inchik ishlangan etayotgan. Men albatta buningga numar berman. Rahmat. Ben Abdullah'ınki fikirge ulasam, bu ituttan biraz köptürme şekildeki turmuş hem de. Yani resim hallavunda kalmaz o, lekin komedyanın asas kılgan ekan, güldürüşün asas kılgan ekan, obrazlarımı köptürme alet ihbarlandı hem de bu. Yaxşı oldu. 5 xil obraz, roşan, 5 xil tip. Yaxşı yaratılıptı. Ben hoş oldum bu itutdaki. Ben bu sizlerge bir bilet vermem de. Bu yançıqımdı bu şu bakayım. Ahmetcan, aldı bilen sizge rahmet ettim ki vatı dostum. Şu bir türküm aktör bitagan, o'zi mush kasbni yaxshi ko'rgan, bir turkum yoshlarni siz atrofingizga chiqib, mush biz teatr klubi degan tanlov bilan Kuldir programmamizga yana bir tus qo'shganingizga sizga rahmat etkim keldi. Biz sizga numar berishimiz ajoyibsiz. Komediya degan mishlar bo'ldi. Bizning Kuldir programmamizga sizlarga mishlar komediyalik mishlar asarlar bek ehtiyojliga. Sizlarning har bir yaratgan obrazinglarni ko'rib, men shunchalik suyundim. Sizlarningki buningki istiqbollarning parlaqligini ko'rib oldim. Tekim tirishinglar. Sizlarga aprin namon onu berdim. Rahmat. Ben bek chiroyli itotdan birini ko'rdim. Bay yuqorida ustoz dedi, bir itotda bo'lib bir komediyada bo'lib chiqishga ikki muhim narsa sizlarning itotda to'liq bor ekan. Buning birisi xarakterlari ro'shan bo'lgan obrazlar. 5 xil obraz hozir bu itotga har qanday qadamda esi cho'qim qoladi. Mayli bularning kiyim kechigi, yasinishi, so'z berishi, xarakteridan tortib aniq shundoq birisidan farqli, bir-biriga yaqin kelmaydigan 5 xil obraz to'liq bor ekan. Ikkinchi narsa udar. Kishining udari. Bu udarni boshqa kasblar toz bilmaydi, cho'qim udar degan muzika bo'ldi. Amaliyot kino, televiziya, teatr, itotlarda udar bek muhim. Bo'libmi komediyat texim bek muhim. Nima shu yuqoridagi ustozlarning itotlarini xalq nima uchun yaxshi ko'rdi desa, shu udar inson joy-joyiga tushgan. Bir tiniq o'tib ketsa, ikkinchi gap, tomoshabin, aktyordan burun faraz qilib oldinglar, komediya o'tib ketadi, kulmaydi, shouga o'tib ketadi, uning ta'siri yo'qolib ketadi. Shuni qilmavi yuqorida ustozlar deganda xili obdan replik ko'rgan, xili obdan tayyorlik qilgan, mandaq asarga kasbiy jihatdan xili yuqori bahoga erishgan asarga sizlarning asarlaringlarni men bekjiq ko'rma, ham yaxshi ko'rma asarlaringlarni. Ma kuldir komediya sahnesini birga o'ynaymiz juma, birajini. Ha? Biz kutimiz sizlar juma. Cho'qim beramiz unda. Rahmat. Ustozlar to'liq numar berdi. Unda bo'lsa, Karxanchilarning nomerini ko'rib boqaylik. Muborak bo'lsin. To'liq nomerga erishdinglar. To'liq nomerga erishib tegishlik nihoyatda mukammal bo'lgan bir asarni aytyapsizlar. Biz teatr klubidagi mavu yigitlarni, qizlarni bir to'nib olsak biz. Menlam tunishtiraymi, o'zingizdim qilamsiz joyda. Sana şu 2010-yillik milliy aktyorlik sinfdan Akbarjon G'olib. Akbar G'olib. Oh my god deganimiz. Oh my god.
Bu inim mışta rollarni voyaga yetkazib eliyotdi. Lekin odatda normal juma, ama qalaymi qam deylar. Siz bizimlar bir bilan so'q jumanglar normal. Yaqinda to'yni qilamiz da atimiz. Ahmadjon, biz teatr klubidan bu yoq Odiljon, biz shu biz teatr klubini qurganda 10 aktyor birlashib qurgan. Mana taxminan Alloh azal 10-yil bo'lib qopti. Bu yoq Erpan, singlim Dilara, Erpanning xonimi, Savaqdash. Ha, Savaqdash. Savaqdash. Demak, bizning shu biz teatr klubida bir necha qarani bolalar bor ekan, sizning yanında. Hozir hisobda oldigan 5 qara bolalar bor. Bolalarning ichida naqsh etganlar bormi? Baba. Mirzat deb bir inim bor. Mirzat to'naymi? Shu inimmi hisobda biz teatr klubini qurgan bolalarning birisi. Andan keyin Abdulaziz Abdurahim deb yana bir inim bor. U inimmi yaxshi naqsh etdi. Bunda uchur egallab qo'yaylik, biz teatr klubining xili tarixi bor. Hamda mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, ishlarga qatnashyapsizlar. Cho'ngroq ishlarga sizlar bir bo'lsa qatnashib qolsak deymizda biz. To'g'ri mana. Shunchalik muhabbatanlar bo'lgandan keyin. Izlanib turaylik. Naqshi aytolmaydigan aktyorlaringlar bo'lib qolsa, yaqinda bir ishlar bo'lib qolsa biz darhol xabarlashamiz. Rahmat aka. Naqsh aytolmaydiganlarmi muhimmi? Biz aytolmasak manchi soz chep bermez ash bolalar. Naqsh aytolmaydiganni menga aytdinglar. Mana shunda iqtidorli bo'lsanglar bozor chikitdi mana talashlarda. Tirishyapmiz aka. Ipak yo'ldek tosqol piyiqirg'in hozir. O'ylag'in. Rahmat. Piyiqir aytsam oyoq qoldim bo'lib qoldi. Albatta korxonchilarimizning ko'ngil so'g'isi bor, ko'zdan shirkiti. Biz klub bilan xili yil bo'lib qoldik. Hamkorlik qilay. Qutida Endi quta boshqa narsa yo'q-ku. Qutani shu bizning nomerli bor yana shu. Shuni lekin o'zing sotib olsa, olmaysan qutini. Ma'qul. Bo'ldi, beray. Ma'qul. Hammalarga birdan quti so'q. Rahmat. Nazifa shirkatidami hammalarga bir yurishdan chinqachimizni sovg'a qilsak, yaxshi ko'rishamiz. Mana bu sal ziyon chiqam deyman. Nima jib chiqyaptimi o'zi? Ma to'ytinglarga Çindil şirketimizning cho'ng kichik hammalarga o'rtaq mos keladigan Çindil yel ko'ydirish kapsulini sovg'at qilay. Ma singlimizga shirkatimizningki go'zallik elchisi Marvoid kapsulini 2 yuz sovg'at qilay. Yaxshimizlar. Hamda biz birinchilik Itbator shaharchimizning nomidan har bir aylanga shu Xinlikang enzim fermentidan bir qutidan, ikkinchidan yangidan to'y qilgan bir jo'pga nisbatan shirkatimiz mablag' sog'an shu jo'p olmos uzikidan bir jo'p bir odam bir qitimla ola oladigan mushkil bir abadiylik so'ygini bir simol qilingan mushtaq bir mahsulot menga oylanglar vaqt. Rahmat. Xo'sh kelibsizlar. Rahmat. Sizlarning akaga numaralarni yoqtirdik. Sizlarga shirkatimizningki qahva yurishkidan bir sovg'a qilay. Yoqtirishni umid qilaman. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Biz Hotel Lazzat shirkatidan sizlarga bizning ko'zir mahsulot olgan 3 xil mahsulotdan anamning nini, shirin, tort, ay to'qashdan har biridan 2 eshikdan sovg'at qilmoqchi. Rahmat. Undan boshqa Ahmadjon biz Lazzatning logosi tushirilgan oltin soat nimarini sizlarga sovg'a qilmoqchi. Voy, rahmat. Rahmat. Mehmon shirkatining ko'ngil so'g'isi ekan. Bugun masanaga biz teatr gruppasidagi hamma aktyorlar kelib bo'lanmabdi. Men mehmon shirkati nomidan biz teatr gruppasidan 15 aktyorga bir yurishdan mas'uliyatlarimizni sovg'a qilsam. Rahmat. Biz teatr klubidagi barliq aktyor inilarim, singillarim sizlarga gap ketmaydi. Amin bizning shirkatimiz har biringlarga Kuldur programmasining logosi tushirilgan zanjirdan birdan sovg'a qildi. Rahmat. Ekranda shirkatining ko'ngil so'g'isi ekan. Yaxshimisizlar? Biz teatr klubidagi barliq azimatlar, go'zallar, Ranolar shirkatimizningki Efrona, terasrash, rangli kirim buyumlaridan bo'lib bir yurishdan sovg'a. Rahmat. Biz teatr klubidagi barliq hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Shuning bilan birga mashinalarga ya'ni Mo'ligin Abdullardan sovg'a qilsam, shu munosabat bilan 4 ustozningki buningki shu mashinasiga qachon Abdul lozim bo'lsa, haqsiz ta'minlansa bo'ldi Urumchidagi har qaysi do'konlarda. Rahmat. Bizning Şinjan Gumunaya İnaq Aile Yezilik Taraqqiyatçılık şirketimizden nayib esil naştıqlarımız var, quvvat yemekliklerimiz var.
Şu məsələtlərdən hər birinizlərə bir yürüşdən soğuk qılay. Rahmat. Şundaqla suyumlu ustazlarıma bir yürüş soğatlıqlarımız var. Şunu soğat qısam. Soğatlıqlardır. Gece patı çektinler. El qatarı. Küldür küldür elni güldürer. Onda olsa qızğın alqışlarımız bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Voy, chiroyli otadinglarmi, bela dodinglarmi? Qo'nim, mamimanlarni chiroyli o'tirib ketgan-da. Voy, kimni saqlab o'tirgansizlar? O, madratimiz kim yo'q? Madratimiz kim yo'q? Meni saqlab o'tirdinglarmi? Ha, rahmat, unda bo'lsa, meni saqlab o'tirgan bo'lsanglar, Tursun Modinni sizlarga samimiy salom va oliy ehtirom bo'lg'ay. Unda bo'lsa, mehmonlarga quruqmi jammidim. Aslida qumlarni asqil keldim. Diqqatinglar sanimizda bo'lsin. Qani, marhamat. Suyay desem xotin yok, alay desem otun yok, kolum işqa barmaydı, süzley desem xotin yok, aynan. Sene kaça yuyuksiz, ihmat gelse tuyuksiz, başlı yalmay düğümge, numuz kıldım xotinsiz. Hey, buldular, xotin yok deb özümge ahur otamay. Bachada qadrini qilmabdimi? Menda sizlarga nasihat bo'lsin. Hargiz uyinglardagi ayolinglarni ko'nglini qat'iy og'ritmanglar. Yotman köpek ressiz, uykusuz hem herkessiz, büyüm küçük hevesiz, işten yırtık xotin yok. Ettigende naşta yok, kosaklarım gahi tok, ballar mı kıllar dok dok, yığlap saldım xotin yok. Yotkan mı jitok? Ma işten mı jitok? Hey, gördün mü? Ma paypak mı jitok tıkı? Paypak mı jitok? Maşı xotinning davlatida sen bana bir yerga borgan. Mani ko'rdingmi, hamda o'riqlab, shumakda qaptiman men. Siz ashni sig'indim, bu beshparda egildim, pokizlikni sig'indim. Güzelim shu xotin yo'q ayno. Yaman ikkan yolg'izlik, basar ikkan azg'unlik, kechdim mundaq turmushdan, güzel shu xotinim yo'q. Xotinim yo'q deb o'tiravermam mehmonlar. Sizlar xafalaşmay oldiqash do'stlar. Men asta birib uyga xotin yakilamamsan bo'lmadi. Hammadan yolg'izlik yomon kelmaymanlar. Qari xo'sh, men ketdim. İsmim Tursuncan Ruzubaqi. Özüm Xotan viloyati, Xotan noyisi Buzaq Eza Toshkentdan. Bu sen Charles'den çıktın ya sen. Charles Chaplin. Bu Charles Chaplin'in meşede kapkar bir brüte, işkar bunda kaş. Bu senin mandayarların kızgımaya da parkında oturuyor, düzlük oldu ya. Şu kızıp kettim mi? Mavi xotin yo'q degan temama bo'ldiki, yaxshi kepti u naqsh qo'shoqlarimni. Mushu nomerni o'ynayotgani qanchalik bo'ldi? 12 yil oldu. Siz o'z vaqtida bizning xotinga borganda bizning bulbul baqqa. Ha, bulbul baqda. Ha, shu yerda o'ynayotganda bir o'tirib qoldi, siz qo'yib o'tiravermaydi, bir daftar qo'yib ketdi, qo'yib ketdi. Asli gap sendikan. Men mang'iz etmasam, mang'iz etibdi o'shqijalarda. Modumni xil yeshi ba modum. 33 yoshda. Bo'ldi. Biz naytni yaxshi ko'rdik. Mushu karxanchi do'stlarimizni yaxshi ko'rdik deymi, ha? Modumni. Budo nima qilamiz uka bundaqda? Maqtımma? Ha, budak qitim bo'lib qolsa. Yani bir xil modoni, ha? O'zim men yolg'iz keldim.
Bu dağdan gelgende cüplap gelemem. Manda qilmaylimi? Bu balaga yana bir fursat beraylik. Yana bir fursat beraylik. Ashundalar. Xotin yo'q oldi. Buda xotin bavib bir Xotindan birsi bor lekin. Nadoq mana. 40 nomerga erişdiniz. Onda biz karxanchilarning biletini ko'rib baqandik. Rahmat. Muborak bo'lsin. 85 nomerga erişdiniz Naq maydonda. Onda xilsak karxanchilarning ko'ngil so'g'isini berib olsak, Çindil şirketining ko'ngil so'g'isi ekan. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Sizga Çindil şirketimiz bozorga salgan ko'zir mahsulotimizdan yuqori kalsiylik aqsil salqinizdan sog'at qilaydi. Rahmat. Itibar to'g'ri savdo shaharchisining ko'ngil so'g'isi ekan. Yaxshimisiz, nomeringizdan ayt uzrlandik. Sizga ham shu itibar to'g'ri savdo shaharchimizdagi sog'lomlik jihatdagi yaxshi bo'layotgan 100 yosh markasidagi mahsulotlardan 500 yillik ko'ngil so'g'imiz bor. Qabul qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz aka? Xotin lazzat yemak-ichmak chaklik mahsulot shirkatidan biz sizni 5 xil mahsulotimizning har biridan 2 yurishdan so'qilmoqchi. Ham xotin qaytish bildingizni olmagan bo'lsangiz, xotin qaytish bildini biz shirkatdan sizga olib bermoqchi. Qaytirib o'zimiz olgan. Rahmat. Rahmat. Mehmon sherifning ko'ngil so'g'isi ekan. To'sunjon, biz ikkimiz 12 yillik alag'ina yangi nomerdan buni urulaysiz keyingi qitimda chiqish va kirish biletingizni men ko'tarman. Shundaqla bizning Xotandagi Xotan mehmon to'g'ri savdo shirkatimiz siz Xotanga qaytgandan keyin sizga eng zarur bo'lgan va oilangizga ishlatilgan bizning sog'lomlik mahsulotlardan 1000 yuanlik sovg'a qilaman. Ammo shartim keyingi qitim cho'qim ijodiy yangi nomer bo'lishi kerak. Keyingi qitim ko'rishaylik. Rahmat. Yana Charles'ni qilasanmi? Qilma. Charles bo'lgandimi? Yangiroq bir Charles. Yurimish qilish kerak-ku. Bir tirishib qilaylik. Qadrli ko'ruvchilar, Lazzat Kuldur programmamizni to'g'ri ko'rmoqchi bo'lsanglar, Ko'znak televiziya qutisi, Ko'znak app detali qatorliqlardan ko'rsanglar bo'ladi. Kuldur, elni kuldurar. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat Kuldur programmamizdagi qaysi nomer sizni eng kuldiralgan bo'lsa, Kuldur saloni orqali bilet tashlasangiz bo'ladi. Albatta, qaysi nomer sizni eng kuldirgan bo'lsa, isil sovg'alarimiz bor. Ya'ni Amin zibi sunnatchiligi 100 ming yuan qiymatidagi oltin zibi sunnatlar bilan mukofotlaydi. Mukofot buyumlarimiz intayin isil. Kuldur programmamızda ko'rurmanlarimizda eng kuldirgan mahirlarimizni Şinjan Amin zibi sunnat chaklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Amin oltin zibi sunnat buyumlari bilan mukofotlaydi. Naq maydondagi ustozlar, karxanchilar, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat Kuldur programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Komediya havaskorlari uchun eng cho'ng sahna Lazzat Kuldur programmasi. Kelarki san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.